Shu 5 ta kitobdan siz nima o'rgandingiz? Savdogarlar ustozi. Savdogar ustoz har bitta musulmon biznesmen tadbirkor o'qishi kerak bo'lgan, bilishi shart bo'lgan asosiy tadbirkorlikni qonuniyati. Ta'sir psixologiyasi. Bu kitobda odamga ta'sir o'tkazish uchun eng asosiy 6 prinsip bor. Mana shu prinsip to'liq yozib berilgan. Bu tek qanaqa manipulyatsiya emas, shunchaki siz o'zingiz yo'lingizga yurg'izish uchun ishlatiladigan psixologiya. 48 ta hokimiyat qonuni. Bu kitobda kim bilan ittifoq qilish kerak, kimdan uzoqroq bo'lish kerak, obro'ni qanaqa ushlashsa bo'ladi, umumiy shu ma'lumotga o'rgatilgan umumiy hokimiyat bo'yicha. 100 million dollarlik offerdan siz nima o'rgandingiz? Xo'p, bu kitobdan men shaxsan o'zim biznesimizda kim bilandir agar kelishuv qilgan bo'lsam, narxi shunchaki o'zimiz tushirish emas, ma'lum sabablarga tayangan holatda narxi belgilash. Ya'ni shunaqangi taklif beriladiki, odam unga yo'q deya olmaydi. Liderlik kitobidan nima o'rgandingiz? Liderlik kitobidan liderlik bu o'zi tuxum emas ekan. Ya'ni bu yillar davomida shakllantirib boriladigan shaxsiyat. Ya'ni liderda qanaqa shaxsiyat bo'lish kerak, u nima qilish kerak, o'zini qanaqa tutish kerak, shu o'zi to'liq yoritib berilgan. Siz biznes marketingga taalluqli bo'lgan qanaqa kitob o'qigansizlar? Kommentariyaga yozib qoldiring.